9-chi savol. Ushbu 3ta A plus 2ta B kelib chiqadi C va 3ta D. Ushbu kimyoviy reaksiyani A modda bo'yicha tezligi 0,06 mol taqsim litr sekundni tashkil etadi. Agar reaksiya 1,5 minut davom etsa, reaksiya uchun sarflangan B moddaning molini hisoblang, hajmi 2 litr debdi. Demak, A moddani tezligini topsa bo'ladi. A modda bo'yicha tezlik topish uchun V tezlik A modda bo'yicha qanday topiladi desa, sarflangan A moddani molini bo'lish kerak litrga va vaqtga bo'lish kerak. Agar koeffitsient kam bo'lib qo'ysa, o'rta tezlik chiqib qoladi. Biron moddani sarflanish yoki hosil bo'lish tezligini topishda sarflangan yoki hosil bo'lgan moddani idish hajmi litrga va sarflangan vaqtga bo'lsa, sarflanish yoki hosil bo'lish tezligi chiqadi. Koeffitsient ham bo'lsa, xuddi shu kattalikni, shu A moddani koeffitsiyenti yoki B modda qo'ysa, B moddani koeffitsiyenti bo'lsa, o'rtacha tezlikka aylanadi. Demak, bizda hozir A moddani sarflanish tezligi bor, 0,06 mol taqsim litr sekund. Shu tezlikni topish uchun sarflangan A modda yozilmagan X, idish hajmi 2 litr, vaqt 1,5 minut. Bu minutda bo'lganligi uchun ko'paytiraman 60 ga. Sekundga aylantirdim. Sabab mana bu tezlik ham sekundda. Buni mahrajda 1 bor deymiz. Kres ko'paytirsa, mana bu x sarflangan A modda kelib chiqadi. X ni 1 ko'paysa x barobar 0,06 ni 2 ga, 1,5 ga va 60 ga ko'paytiramiz. Ya'ni buni ko'paytirsa x kelib chiqadi. Shunda soddalashtiramiz osonroq ishlash uchun. Mana bu 60 dagi 0 bilan mana bitta 0 qisarsa bu 0,6 bo'ladi. 0,6 ni 6 ga ko'paysa 3,6 bo'ladi. 3,6 ni mana bu yer 2 kere 3, 2 ni 1,5 ko'paysa 3 bo'ladi. 3,6 ni 3 ko'paysa 9, 10,8 bo'ladi. Demak, x barobar 10,8 ekan. Faqat bu molda. A moddani necha mol sarflangani kelib chiqdi. Endi shu orqali B moddani reaksiya uchun sarflanganligini topyapti. Ya'ni qancha sarflanganini topyapti. Reaksiyada A plus B kelib chiqqan C plus D. Koeffitsiyentlar 3, 2, 3 koeffitsiyentlar ishlatilgan. A moddani sarflangani 10,8 bo'lsa, B moddadan qancha sarflanganini top deyapti. 3 ga 2 mol nisbatida reaksiyaga kirishyapti. 1 ga 3 hosil bo'lyapti. 10,8 ni 2 ko'paytirsa 21,6, 21,6 ni 3 ga bo'lsa 7,2 kelib chiqadi. Demak, B modda 7,2 mol sarflangan bo'ladi. Molda top desa shu javob. Mol taqsim litr top desa 2 ga bo'lamiz, 3,6 mol taqsim litr bo'ladi. Javobda